Selamünaleyküm ağa, yaxşımısınız? Bu qızıl şalğamdan tuzun mu la? Haltası 25'te. Haltası 25 min so'm. Kiloga bo'lsa-ne? 1000. Kilosi 1000 so'mdan. Bu bir xalta qanchalik chiqadi bu? 27 kilo. Bir xaltasi 27 kilo chiqadi axir. Ko'proq qag'ana dastavka bor, apotlarlar. Belgilari ne? Sarıları. Sarılarım 25 min so'mdan. Gasirlar ne? Selamünaleyküm. 25 milyon. Yuvilgani gasini 35 min so'm. Haltası. Xaltasi. Kiloga sanan gasini. Kilo 1100 so'm. Kilo 1100 so'm axir. Yulmagani. Yuvilmagani. Ya oyna bir anda boş ko'p. Vallahi tushirib o'tamiz. Bu Kalganda 25 milyon. gasini bir xaltasini necha chiqadi ağa? Necha kilo chiqadi? Bu ma 27-28 kilo. 27-28 kilo chiqadi axir. Bu tarafim siz kim yapayotdingmi? Lan bizeki. Sizlarga narsa tushirib beramiz o'ram. Ya bu kazarsın geçirir bu yine. Bu xazarisini gashiri. Yulmagan. Yuvilmancha so'm bu. He? Necha so'm? Bular 1100 so'm kiloga. Kiloga 1100 so'm. Kele bo'lsa bu. Agar xaltalaman desanang, Doğru. Tonlalaman neler 1000 so'm. tonnaga 1000 so'mdan berasiz axir. 500 kilo atalım. Xaltaga ne? 500 kilo alalım 1000 so'm. He? Xaltaga necha so'm aytib berasiz? Haltaga Qaytib berasiz qo'yam gelishib. Al gelişemiz. Geleversinler de gelişemiz. Ne işler gelişemiz. Vallahi izni. Dastaklarım bu. Bularlarning Hele böyle 50 milyon so'm haltası. xaltasi 50 min so'm. Bu nechaga chiqadi bu xaltasi buni? Bu 30 kilo bu. 30 kilo chiqadi axir. Telefon nomeri aytib o'tasizmi ağa? Tuluk bu. Bu tuluk necha so'm? Tulupli 15 min so'mdan. Xaltasi. Buni bir xaltasi nechaga chiqadi? Bu 30 kilodan ziyod. 30 kilodan ziyod chiqadi axir. Agar buni kiloga olaman desa 300 so'm berasiz tulupni. Kilogalamon dese 500 so'mdan o'lchab bekita versin. Kiloga 500 so'mdan o'lchab beradilar axir. Telefon nomeri aytib o'tasizmi ağa? Telefon nomeri aytib. Nomer 88'lik 88 960 960 80 83. 80 83 do'stlar telefonsida Sırnaqada dastavka bormi? Bor. Nelardan qolib berasiz dastavka? Niye bosam apparam şu 400 400'ü, birini miskin taraflar apart berasiz axir. Ama neyse lekin ne bo'layapti? Uzoqroq yerlarda qilgan qo'shadi. Gelishib olib qo'yaverasiz uzoqroq yer bo'lsa. Savdosini bersin. Assalomu alaykum ağa. Sog'man tuzum bo'ldi ekan bular? Salomlar. Xaltaga 25 min so'm. Xaltasi. Bir xaltadan necha chiqadi? 30 kilo çabar. 25-30 kilo chabar axir. Agar kiloga olaman desa necha so'mdan berasiz? Kiloga yo'q. Kilo yo'q, to'g'ri xalta axir. Telefon nomeri aytib o'tasizmi? Her bozorga shunda bo'lasiz. Gasini tuzum bo'ldi. Gasir 2 min so'm. Xaltaga kelishib berasiz axir. Assalomu alaykum ağa. Leylagidan tuzum ekan bu xalta? 50 milyon. Xaltaga 50 min so'm. Bir xaltasi necha chiqadi? Haltası 28. 28-30 kilo chiqadi axir. Sog'omlar ne? Kalgan 25. Sog'om xaltaga 25 min so'm. Bir xaltasi necha chiqadi buni? Bu ham shu 25-30 kilo chiqadi axir xaltasi. Telefon nomeri aytib o'tasizmi? Telefon numara 99'lar 99 491 491 0615. 0605. Telefonsida Sırnaqada kelishtirib beradilar. Assalomu alaykum ağa. Yaxshimisiz? Sog'omlar tuzum bo'ldi ekan. 25 dan xaltası. Xaltasi 25 min so'm. Bir xaltasi necha keladi buni? 24-25 kilo. 24-25 kilo keladi. Kiloga bo'lsa tuzum berib tursiz. Kiloga 1100-1200 ber. Kiloga 1100-1200 berib tursiz. Gelip beramiz minne. Her pazar günü şöyle bolasızmı yok pazar günü? Her bozor geçmeden. Her pazar günü şöyle bolasız axırın. Savdasını versin. Geçirlerin? Geçerler 1200 den. Geçirler 1200 so'mdan. Xaltaga? Xalta ölçep beramiz da 1200. Evet 1200'den kiloga ölçep berasiz axir. Savdasını versin ağa. Assalomu alaykum ağa. Yaxshimisiz? Almadan tuzum bo'ldi? 15 min so'mdan bo'ldi. Qizil olma 15 min so'm. Bularning Qant almaga 2 kilosi 15 min so'm. 2 kilosi 15 min so'm bular. Bular 10 min so'mdan kilosi. Bular 10 min so'mdan. Bularning 15 min so'm. bular. Suyucu pomidorlar necha so'm? 30 min so'mdan. Pomidor ham bodring ham. Badrinan pomidor ham 30 min so'm axir. Anarlarning? Ana 18 min so'm. Anar 18 min so'm. Nereden anarı? Jizzaxdan anarı axir. Karamdan neng? Karamlar 3 min so'mdan qo'ydi da. Karamlar 3 min so'mdan axir. Piyaz neng? 2200 so'm. Piyaz 2200 so'm axir. Xaltaga qaytib beraman. Xaltaga qaytib berasiz axir. Kerchik necha so'm? 6,5 min so'm. Kerchik 6,5 min so'm. 6,5 min so'm. Bu 6 min so'mdan. Xaltaga necha so'm? Xalta qaytib beramiz da. Qaytib berasiz axir. Her bozor şurada bo'lasizmi? Savdasini bersin ağa.
Assalomu alaykum ağa. Yaxshimisiz? Sağlıklar yaxshimi? Kepek necha so'm bo'ldi ekan ağa? Kepekler 1900 so'm bo'ldi. Ullu meydek. Kiloga 1900 so'mmi? Qaltağa olsana. Qaltağa bo'lsa. Qaltağa olsa necha so'm? 850 tonnaga bo'lsa 800 ham tashab beramiz. Tonnaga bo'lsa 500 800 kilo so'm tashab berasiz ağa. Dastlab pisam bor. Bular Mekke'le. 5000 so'm. Mekke 5000 so'm. Bu bürünçlü yeniki bu. 7000 so'm. Nöksniki. Nük sakıbla 7000 so'mda diyecek. Bu Mekke yarmanay. 1900 so'm. Bu Mekke yarma 5400 oldu. Mekke yarma 5400 so'm. Buğday necha so'm? Buğday 4200. Buğday 4200 so'm. Bu bürünç ne? Bu ne bu? Drabilki diyenlerse bu. Nöks seçke bu. He seçken necha so'm bu seçken? Verdik bunu haltağa. 3100 verdik Tonda qaltağa. bolsa yine gelişemiz bunu 500. Bergi ne? Bu buğdayın ne bilen çıkanı bu farazdan, meyre farazdan. Neçə so'm 4,5 bu? so'm bu. 4,5 so'm. Aa. Köprakana dastavki var mı? Bana dastlab ki var geliştirip veremiz. Üyemiz hem şu 4 yılda bize. Telefon nömrəti ötərsin. 91 930 96 00. Sağ olasın versin ağa.